Video davomida. Ba'zilar bu mahsulotni foydali desa, yana birovlar semirtirib yuborishini aytishadi. Xo'sh, u organizmga ichki va tashqi tarafdan qanday ta'sir ko'rsatadi? Bu borada yong'oqqa yetadigani yo'q. Iste'mol qilishdan oldin esa sifati va holatini tekshirish juda muhim. Agar me'yoridan oshadigan bo'lsa, bu albatta zarar. Yong'oq zararga aylanmasligi uchun uni qancha miqdorda iste'mol qilish kerak? Bozor yoki do'konlardan yong'oq olayotganingizda uni tozalanganini emas, po'stlog'i bilan sotib olishingiz tavsiya etiladi. Chunki Eng qizig'i oldinda bizdan uzoqlashmang. yong'oq qadim zamonlardan beri insonlarning oziqlanishida muhim o'rin tutgan mahsulotlardan biri hisoblanadi. Yoqimli ta'mi, ozuqaviy qiymati va shifobaxsh xususiyatlari uni dunyo bo'ylab eng ko'p iste'mol qilinadigan quruq mevalardan biriga aylantirgan. Osiyo qit'asi, shuningdek Shimoliy va Janubiy Amerika yong'oqning vatani sanaladi. Yong'oq daraxti odatda ekilganidan so'ng 10-11 yil o'tib hosilga kirsa-da, 1000 yilgacha umr ko'radi. Bir tup daraxtdan 200-250 kilogrammgacha hosil olish mumkin. Hozir bu noyob daraxtning 15 dan ortiq navi mavjud. Yong'oq tarkibida to'yimli yog'lar, oqsillar, vitaminlar va minerallar mavjud bo'lib, u nafaqat kuchli energetik manba, balki sog'lik uchun ko'plab kerakli moddalarni asosiy yetkazib beruvchisi hamdir. Ba'zilar bu mahsulotni foydali desa, yana birovlar semirtirib yuborishini aytishadi. Aslida ham yong'oqning ijobiy xususiyatlari bilan bir qatorda uni ortiqcha iste'mol qilgan vaqtda organizmga salbiy ta'siri ham bor. Shu bois uning foydali jihatlari va ehtiyot choralari haqida bilib qo'yish barcha uchun muhimdir. Bugun shu haqda batafsil ma'lumot beramiz. Yong'oqning hajmi kichik bo'lishiga qaramay, u foydali darmon-dorilarning, mikroelementlar va ozuqa moddalarining haqiqiy xazinasi. Uning tarkibida omega 3 va omega 6 to'yintirilmagan yog' kislotalari, A, B, C, D, E guruhi vitaminlari, magniy, kalsiy, temir, fosfor, rux va kaliy kabi muhim mineral moddalar mavjud. Yong'oqdagi oqsil miqdori o'rtacha 15-20% ni, yog' miqdori esa taxminan 60% ni tashkil etadi. Bu yog'lar organizm uchun juda foydali bo'lib, yurak-qon tomir tizimi faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi. Shuningdek, unda antioksidant moddalar ko'pligi sababli hujayralarning qarish jarayonini sekinlashtirish va erkin radikallardan himoya qilish imkoniyatini beradi. Yong'oqdagi kletchatka hazm tizimining to'g'ri ishlashiga yordam beradi va ichak faoliyatini yaxshilaydi. Agar har kuni o'z me'yorida yong'oq iste'mol qilinsa, uning ijobiy natijalari uzoq kuttirmaydi. Xo'sh, u organizmga ichki va tashqi tarafdan qanday ta'sir ko'rsatadi? Yong'oqning eng katta foydalaridan biri yurak va qon tomir tizimi sog'ligini mustahkamlashidir. Undagi omega 3 yog' kislotalari xolesterin miqdorini kamaytiradi va arteriyalar devorlarida yog' to'planishini oldini oladi. Bu esa ateroskleroz va yurak xuruji xavfini kamaytiradi. Yong'oqdagi magniy va kaliy moddasi qon bosimini me'yorlashtirishga yordam beradi, qon aylanishini yaxshilaydi. Shuningdek, yong'oq miya faoliyatini kuchaytirishda ham foydali bo'lib, undagi polifenollar va vitamin E neyron hujayralarni erkin radikallar ta'siridan himoya qiladi, xotira va diqqatni oshiradi. Yosh bolalar va talabalarni bilim olish jarayonini qo'llab-quvvatlaydi. Yong'oq tarkibidagi omega 3 shuningdek miya, ko'z, bo'g'imlar faoliyatini me'yorga keltiradi va ozishga yordam beradi. Bunday yog'lar rafinatlangan yog'lar singari qomatni buzmaydi, aksincha yaxshilaydi. Ma'lumki, omega 3 yog' kislotalari intellektni ham rivojlantiradi. Bu borada yong'oqqa yetadigani yo'q. Shuningdek, bu mahsulot immunitetni mustahkamlovchi tabiiy vosita sifatida ham qadrlanadi. Tarkibidagi vitamin K, rux va boshqa antioksidant moddalar organizmni virus hamda bakteriyalarga qarshi kurashish qobiliyatini oshiradi. Qishda yoki mavsumiy shamollash davrida yong'oq iste'moli kasallikka chalinish xavfini kamaytiradi. Bundan tashqari, yong'oq ko'z salomatligini saqlashda ham muhim ahamiyatga ega. Tarkibidagi A vitamini va lutein
ko'rish qobiliyatini yaxshilashga yordam beradi. Nerv tizimi uchun yong'oq juda yaxshi qo'llab-quvvatlovchi mahsulotdir. U stressni kamaytirishga yordam beruvchi B guruhi vitaminlari, magniy va triptofan moddasiga boy. Triptofan miya tomonidan serotonin gormoni ishlab chiqarilishini rag'batlantiradi. Bu esa kayfiyatni ko'taradi va uyqu sifatini yaxshilaydi. Yong'oq iste'moli asabiylashish, charchoq, depressiya belgilari bo'lgan odamlarga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Yong'oq tarkibidagi kletchatka esa hazm jarayonini yaxshilaydi va foydali ichak bakteriyalarni ko'payishiga yordam beradi. Bu esa ovqat hazm bo'lishini yengillashtiradi hamda qabziyat muammosini kamaytiradi. Yong'oq tarkibi ichak shilliq qavatini himoya qiluvchi yog'larga ham boy. Bu esa gastrit va ichak yallig'lanishi kabi kasalliklarni oldini olishda foydalidir. Yong'oq mag'zi qorin og'rig'i va ko'ngil aynishini qoldiradi. Uning tarkibidagi yog' kislotalari qand kasalligiga qarshi ishlatiladigan samarali dori vositalaridan biri hisoblanadi. Yong'oq mag'zida S darmondorisi mo'l bo'lgani uchun 2 yoshdan boshlab bolalarga maydalab berilsa, shamollashni oldini oladi. Shuningdek, yong'oq mag'zi yoshlik quvvatini oshiradi, me'da faoliyatini yaxshilaydi. Agar u anjir bilan qo'shib yeyilsa, asab va xotirani mustahkamlaydi. Yong'oq tarkibidagi mis moddasi ayollarning homiladorlik va ko'zi yorigandan keyingi davrda tana terisini asl holida qolishiga yordam beradi. Homilador ayollar sutkasiga 2 donadan yong'oq mag'izi yeb tursa, homilaning rivojlanishiga yaxshi ta'sir qiladi. Emizikli ayollar iste'mol qilsa, ona suti yog'li va mikroelementlarga boy bo'ladi. Biroq 2 donadan ortiq iste'mol qilish mumkin emas. Aks holda tilga hamda lo'njilarga toshmalar toshadi. Chunki yong'oq ba'zi insonlarga allergiya berishi mumkin. Shuning uchun me'yorida iste'mol qilish maqsadga muvofiq. Dietolog va nutritsiologlar yong'oq yoshlikni uzaytirish xususiyatiga ega ekanligini tasdiqlashadi. Yong'oqdagi vitamin E va omega 3 yog' kislotalari terining elastikligini saqlashga ham yordam beradi. Doimiy iste'mol qilish terini qarish jarayonini sekinlashtiradi, ajinlar paydo bo'lishini kamaytiradi. Sochlar uchun ham yong'oq kuchli oziqlantiruvchi vosita bo'lib, soch ildizlarini mustahkamlaydi, sinishini kamaytiradi va tabiiy yaltirashini oshiradi. Teri holatini yaxshilash va uni himoya qilishda ham yong'oq yog'i katta ahamiyatga ega. Shu bois undan olinadigan yog'lar kosmetologiyada keng qo'llaniladi. Sog'lom hayot tarziga amal qiluvchi va taomining tarkibiga e'tibor beruvchilar yong'oqni quvvatlantiruvchi, kasalliklar ehtimolini kamaytiruvchi va hatto depressiyadan saqlovchi foydali xususiyatlarini juda yaxshi bilishadi. Ammo har qanday foydali mahsulot singari yong'oqni ham me'yorida iste'mol qilish zarur. Aks holda u organizmga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun yong'oqning foydali va zararli jihatlarini, odam o'zini yaxshi his qilishi va semirib ketmasligi uchun kuniga necha gramm iste'mol qilishi kerakligini bilib olishi lozim. Ushbu mahsulotni haddan tashqari ko'p yeyish ortiqcha kaloriyaga olib keladi va bu vazn ortishiga sabab bo'ladi. Chunki yong'oq juda kaloriyali mahsulot bo'lib, 100 grammida o'rtacha 650-700 kilokaloriya mavjud. Shu bois semirishga moyil yoki vazn nazorati ostida bo'lgan odamlarga yong'oqni me'yorida iste'mol qilish tavsiya etiladi. Qolaversa, bu meva ayrim odamlarda allergik reaksiyalar chaqirishi mumkin. Yong'oq allergiyasi o'zini toshma, qichishish, lab va tomoq shishishi kabi holatlarda namoyon qilishi mumkin. Shuning uchun yong'oqqa allergiyasi bo'lgan odamlar uni iste'mol qilishdan qat'iyan voz kechishlari kerak. Bundan tashqari, yong'oqni pishmagan yoki noto'g'ri saqlangan holda iste'mol qilish ham salbiy oqibatlarga olib keladi. Namlikda yoki juda issiq joyda saqlangan yong'oqda mog'or qo'ziqorinlari rivojlanishi mumkin. Ular aflatoksin deb ataluvchi zaharli modda ishlab chiqaradi. Aflatoksin jigar faoliyatiga jiddiy zarar yetkazadi va hatto saraton xavfini oshiradi. Shu sababli yong'oqni quruq va salqin joyda saqlash, iste'mol qilishdan oldin esa sifati va holatini tekshirish juda muhim. Yong'oqlarni foydali va zararli deb ajratish yaramaydi.
Agar ular har kun me'yorida iste'mol qilinsa, tanangizni sog'lomlashtiradi. Agar me'yoridan oshadigan bo'lsa, bu albatta zarar. Yong'oq zararga aylanmasligi uchun uni qancha miqdorda iste'mol qilish kerak? Sog'ligingizni mustahkamlash va salbiy ta'sirlarni oldini olish uchun yong'oqni kuniga 30-40 gramm atrofida iste'mol qilish tavsiya etiladi. Uni ertalab nonushtada yoki kun davomida yengil gazak sifatida yeyish eng yaxshi tanlovdir. Uni asal, quruq mevalar yoki sut mahsulotlari bilan birga yeyish organizmga yanada ko'proq foyda keltiradi. Ozarbayjonlik ayollar xom yong'oqdan murabbolar tayyorlashadi. Uni kuch-quvvat manbai deb hisoblashadi. Yong'oq mag'zidan murabbo tayyorlab yoki uni asalga aralashtirib yeyish esa ozg'in va semirishni xohlagan kishilar uchun foydali. Ko'plab sinovlar davomida yong'oqlarni taomlarga yoki salatlarga qo'shilishi organizmga ijobiy ta'sir qilishi, moddalar almashinuvini normallashtirishi va immunitetni oshirishi isbotlangan. Shunday bo'lsa-da, ularni ertadan kechgacha yeyish to'g'ri emas. Yong'oq me'yorida iste'mol qilinsagina o'ziga xos ozuqaviy va shifobaxsh xususiyatlarga ega bo'ladi. Dietologlar yong'oqni foydali jihatlari tanaga singishi uchun uni qovurmasdan yeyishni maslahat berishadi. To'g'ri, yong'oq qovurilsa juda mazali bo'ladi, ammo qovurish jarayonida uning tarkibidagi ayrim foydali yog'lar va vitaminlar kamayishi mumkin. Bozor yoki do'konlardan yong'oq olayotganingizda uni tozalanganini emas, po'stlog'i bilan sotib olishingiz tavsiya etiladi. Chunki tozalanib, qadoqlangan yong'oq tezda oksidlanib, achchiq yog'ning ta'mini bera boshlaydi. Mutaxassislar shuningdek, E darmondorisi va yog' kislotalarining foydali xususiyatlari chaqilgan zahoti yeyilgan yong'oqlarda ko'proq sezilishini izohlashgan. Yong'oqni mag'zi bilan birga po'stlog'i hamda bargi ham inson organizmi uchun foydalidir. Uning po'stlog'i tarkibida oshlovchi modda, bo'yoq va boshqa moddalar, bargida C va V1 vitaminlari, karotin, flavonoidlar, gidrouglon, efir moyi, xom mevasi po'stlog'ida esa ko'p miqdorda C darmondorisi bor. Bargidan siqib olingan shirasi temiratki va boshqa teri kasalliklariga qarshi davo sifatida qo'llaniladi. Shuningdek, bargidan tayyorlangan damlama bolalardagi raxit va diabet kasalliklarini davolashda, gijja haydovchi vosita sifatida, bodomcha bezlarining yallig'lanishi, ya'ni angina va milk shilliq qavatini yallig'lanishi, ya'ni gingivit kasalligida hamda og'iz va tomoqni chayishda qo'llaniladi. Xom mevasi gijjaga qarshi iste'mol qilinadi. Qolaversa, undan tayyorlangan murabbo qalqonsimon bez xastaligi, ya'ni bo'qoqni davolashda foydali hisoblanadi. Chunki uning tarkibida ko'p miqdorda yod moddasi mavjud. Agar uning po'chog'ini tolqonday tuyib, suvli yaralar ustiga sepsangiz, jarohatni tezroq tuzalishiga yordam beradi. Tomirining po'sidan 4-8 gramm olib, qaynatib, ovqatdan so'ng ichsangiz, me'dadagi yomon xiltlar tashqariga chiqib, qorin og'rig'iga shifo bo'ladi. Bir so'z bilan aytganda, yong'oq keksa-yu yosh salomatligi uchun katta foyda keltiradigan, ozuqaviy qiymati yuqori bo'lgan mahsulotdir. Yuqorida ta'kidlanganidek, u yurak, miya, immun tizimi, teri va soch salomatligi uchun foydali bo'lib, umumiy organizm faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi. Biroq uni ortiqcha miqdorda iste'mol qilish vazn ortishiga, allergik reaksiyalarga yoki boshqa noxush oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shunday ekan, me'yor va sifatga e'tibor bergan holda iste'mol qilinsa, yong'oq asrlar o'tsa-da, inson salomatligini mustahkamlovchi mazali va foydali mahsulot bo'lib qolaveradi.